alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli guruhdoshlar, ijtimoiy tarmoq, barcha YouTube, Telegram, Instagram hammalaringizga assalomu alaykum deymiz. Mana bugun yangamizni tavallud ayyomlari. Xudo xolasa chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim tog'am bilan baxtimizga doimo sog' bo'ling, omon bo'ling. Nimaki niyatlaringiz bo'lsa, tilaklaringiz bo'lsa, barchasi ijobat bo'lsin. Mana shu butun dunyodagi onajonlarimiz uchun, mana shu davramizda o'tirgan opa-singillarimiz, onajonlarimiz uchun bir ajoyib she'rimiz bor edi. Shu bilan sizni tabriklab, tabrigimizni qabul qilasiz Shohona choyxonasini. Bog'i eram onamning guliga yetolmaydi, sochlarimni silagan qo'liga yetolmaydi. Agar dunyo boyliklarin boshimdan topsarasan, otamni topgan ko'zim guliga yetolmaydi. Agar dunyo shoirlari nomini she'r yozsa ham, onamni bir og'iz sevgimni bolam degan diliga yetolmaydi. Siz baxtim yo'liga nur sochgan onamsiz. Men uchun tunlari uyqusi qochgan onamsiz. Siz asli bosiq, sokin ayolsiz, lekin farzandlarim esa tog'dan ham oshgan ayolsiz. Bu dunyoda hech narsadan qo'rqmagan ayolsiz. Bu dunyoda onajonlarimiz bir narsadan qo'rqgan ayol. Farzandlarining baxtsizligidan qo'rqgan ayolsiz. Biroq biz baxtlimiz, baxtiyor inson, chunki bizni baxtli qilib turgan onamizsiz. Albatta onajonlarimiz hamisha dunyo dunguncha turing. Mana sovg'alarni qabul qiling. Ko'klar omadimga sig'mas. Bitta o'lchaydi.